Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Navbatdagi darsimiz 4-sinflarda ona tili darsi. Darsga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Barakalla. Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar haqida suhbatlashamiz. Dars boshlashdan avval mustaqil berilgan topshiriqni tekshirib olamiz. Demak, darslikdagi 69-mashq. Berilgan so'zlardan gaplar tuzib yozing. Ushbu tartibsiz berilgan so'zlarni o'z o'rniga qo'yib, gaplar tuzishimiz kerak edi. Tuzdingizmi? Unday bo'lsa, keling, yozganlaringizni tekshirib olasiz. Men ushbu 69-mashqdan chiroyli kuz deb nomlangan matn hosil qildim. O'qiymiz. Kuzda g'ir-g'ir shabada esadi. Quyosh havoni kamroq isitadi. Daraxtlarning bargi sarg'ayadi. Dalalarda yig'im-terim ishlari boshlanadi. Demak, ushbu mashqda berilgan so'zlardan bir-biriga bog'langan chiroyli bir matn hosil qildim. Sizlarda ham xuddi shunga o'xshash matn hosil bo'ldimi? Barakalla, aynan ushbu gaplarimiz kuz haqida edi. Hozir biz sizlar bilan raqamli joylashuv deb nomlangan bir topshiriqni bajarib olamiz. Qaysi raqam ostida qo'shimchalar so'z yozuvchi qo'shimchalar hisoblanadi? Demak, ushbu jadvalda 12 gacha bo'lgan raqam bor. Raqamlar ostida esa qo'shimchalar bor. Sizning vazifangiz esa qaysi raqam ostida faqat so'z yozuvchi qo'shimchalar joylashgan? Topdingizmi? Ana endi ushbu qo'shimchalar raqamini aniqlab olgan bo'lsangiz, tekshirib olamiz. Demak, 2, 4, 5, 8, 10 hamda 12 raqam ostida joylashgan qo'shimchalarimiz so'z yozuvchi qo'shimchalar. Keling, tekshirib ko'ramiz. Chi, kor, la, dosh hamda li, siz. Ushbu raqamlar ostidagi qo'shimchalarimiz, demak, so'z yozuvchi qo'shimchalar. Endi keyingi topshiriqni eshiting. Ana endi qaysi raqamlar ostida so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar joylashgan? Siz ushbu raqamlarni aniqlashingiz kerak. Aniqlab bo'ldingizmi? Unday bo'lsa, tekshirib olamiz. Demak, 1, 3, 7, 9 hamda 11 raqamlar ostidagi qo'shimchalarimiz bular so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar. Ya'ni ni, ga, ning, da, dan qo'shimchalari. Ushbu qo'shimchalarimiz esa so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar hisoblanadi. E'tibor bering. Qaysi raqam ostidagi qo'shimchamiz umuman so'z yozuvchi qo'shimchalarga ham, so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarga ham to'g'ri kelmadi. Topdingizmi? Barakalla, demak bu 6-raqamdagi lar qo'shimchasi. Demak, bu qo'shimcha ko'plik ma'nosida qo'llaniladi. Demak, bu qo'shimchamiz ko'plik qo'shimchasi. Mana biz ushbu raqamli joylashuv orqali sizlar bilan so'z yozuvchi qo'shimchalar hamda so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni ajratib oldik. Sizlarga yana bir topshiriq tayyorlab kelganman. Ushbu topshirig'imizda e'tibor bergan bo'lsangiz, rasmlar berilgan. Diqqat qiling. Rasmlarni kuzating, ulardagi kasb nomini eslab qoling va daftaringizga yozing. Topshirig'im tushunarlimi? Men asta-sekin ushbu rasmlarni yashirishni boshlayman. Eslab qolishga va yozishga ham ulgurdingizmi? Juda ham yaxshi. Ana endi eslab qolganlaringizni va yozganlaringizni tekshirib olamiz. Demak, ushbu rasmda duradgor, bog'bon, oshpaz, kulol,
shifokor, chegarachi, bo'yoqchi tasvirlangan edi. To'g'rimi? Barakalla. Keling endi e'tibor bering. Ushbu so'zlarning ba'zi birlarida so'z yozuvchi qo'shimchalar ishtirok etgan. Demak, ushbu qo'shimchalarni topamiz va tegishlicha belgilab olamiz. Topdingizmi? Keling ushbu topshiriqni birgalikda bajaraylik. Duradgor. Demak, duradgor so'zimizda hech qanday qo'shimchamiz yo'q. Bog'bon. Demak, ushbu so'zda bog' asos, bon esa qo'shimcha. Demak, keyingisi esa oshpaz. Demak, osh qo'shimchasi pas. Keyingisi esa shifokor. Demak, shifo asos, kor so'z yasovchi qo'shimcha. Chegara asos, che esa so'z yasovchi qo'shimcha. Bo'yoq asos, chi so'z yasovchi qo'shimcha. O'quv asos, chi esa so'z yasovchi qo'shimcha. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, so'z yasovchi qo'shimchalar orqali biz nutqimizda juda ham ko'p so'zlarni hosil qilishimiz va ulardan foydalanishimiz mumkin ekan. Keling endi darsimizni davom ettiramiz. Ushbu topishmoqni o'qing va husnixat bilan yozing. E'tibor bering. Asaldan shirin, zahardan achchiq. Ushbu topishmoqning javobi nima? Barakalla. Demak, asaldan shirin, zahardan achchiq bu so'z. Ushbu topishmoqni husnixat asosida daftarimizga yozib olamiz. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 70-mashq. Nuqtalar o'rniga tushirib qoldirilgan qo'shimchalarni qo'yib, matnni o'qing. Darslik yoningizda bo'lsa, darslikni ochamiz, diqqat bilan kuzatamiz. Hozir men sizlarga ushbu matnda berilgan gaplarni o'qiyman va o'zingiz nuqtalar o'rniga tegishli qo'shimchalarni qo'yib boring. Qadim zamonlar odamlar dastxatlari toshlar, daraxt, po'stoqlari, sopol va mis yasalgan ramkachalar yozilgan. Hozir ishlatilayotgan qog'oz 2000 yil ilgari Xitoy ixtiro qilingan. Xitoyliklar qog'oz tayyorlashni sir saqlashgan. Keyinchalik Yaponiya va Osiyo mamlakatlari qog'oz ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lishgan. Hozirgi kunda qog'oz 600 dan ortiq turi bor. Qandaydir ma'no sezdingizmi? Demak, ushbu matnni o'qish jarayonimda qanday qo'shimchalarimiz tushib qoldirilgan? To'g'ri topdingiz. Demak, ushbu matnda so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalar tushib qoldirilgan. Shuning uchun esa gapdagi so'zlar bir-biriga bog'lanmagan, ma'no bo'lmadi. To'g'rimi? Hozir matnni o'qishim jarayonida o'ylaymanki, siz ushbu so'zlarga qanday qo'shimchalar qo'yish kerakligini ham taxmin qilgansiz. Ana endi tekshirib olamiz. Qo'shimchalar qo'yilgan holatdagi matnni sizlarga o'qib eshittiraman. Diqqat bilan tinglang. Qadim zamonlarda odamlar dastxatlarini toshlarga, daraxt po'stoqlariga, sopol va misdan yasalgan ramkachalarga yozishgan. Hozir ishlatilayotgan qog'oz 2000 yil ilgari Xitoyda ixtiro qilingan. Xitoyliklar qog'oz tayyorlashni sir saqlagan. Keyinchalik Yaponiya va Osiyo mamlakatlari qog'oz ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lishgan. Hozirgi kunda qog'ozning 600 dan ortiq turi bor. Mazmun o'zgardimi? Ushbu matn mazmuniga tushundingizmi? Barakalla. Demak, nutqimizda so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarning qay darajada ahamiyatli ekanligini ham bilib oldingiz. Demak, biz o'z fikrimizni boshqa insonlarga yetkazishimizda nutqimizda qo'llaydigan so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni to'g'ri qo'llashimiz kerak ekan. Shundagina biz o'z fikrimizni aniq-tiniq yetkaza olamiz.
Demak, hozirgi qo'shimchalar qo'yilgan holatda o'qigan hikoyaning mazmunini yanada yaxshiroq o'zlashtirib oldik. Ana endi hozir men sizlarga bir nechta savollar orqali ushbu hikoyani qayta hikoyalab olamiz. Diqqat qiling. Qadimda odamlar dastxatlarini nimalarga yozishgan? Hozir ishlatilayotgan qog'oz qachon va qayerda ixtiro qilingan? Xitoyliklar nimani sir saqlagan? Qaysi mamlakatlar qog'oz ishlab chiqarishga muvaffaq bo'lishgan? Hozirgi kunda qog'ozning qancha turi bor? O'ylaymanki, hozir sizlarga o'qib eshittirgan savollarim orqali siz hikoyani mazmunini yana bir bor qayta hikoyalab oldingiz. To'g'rimi? O'ylaymanki, barchangiz to'g'ri javob bergansiz. Keling, endi darsimizni davom ettiramiz. Hozirgi sizlar bilan bajargan topshiriqlarimiz asosida quyidagilar: nuqtalar o'rniga qanday qo'shimchalar qo'ydingiz? Qo'shimchalar qo'yilgandan so'ng matn mazmunida qanday farqni sezdingiz? Ushbu savollarimga o'zingiz mustaqil javob bera oldingiz. 70-mashqdagi topshiriqlarimizni davom ettiramiz. Demak, matndagi birinchi xat boshini ko'chiring. So'zlarni o'zaro bog'layotgan qo'shimchalarni tegishlicha belgilang. Ixtiro qilingan so'zining ma'nosini tushuntiring. Demak, siz daftaringizni ochib, ushbu gapni ko'chirib oling. Qadim zamonlarda odamlar dastxatlarini toshlarga, daraxt po'stoqlariga, sopol va misdan yasalgan ramkachalarga yozishgan. Va ushbu gapda ishtirok etgan so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni quyidagi ko'rinishda belgilab olamiz. Qolganlarini o'zingiz mustaqil bajarishga urinib ko'ring. Topshiriqni bajarishga ulgurdingizmi? Endi tekshirib olamiz. Demak, daraxtlarni so'zida ni, toshlarga so'zida ga, po'stloqlariga so'zida ga, misdan so'zida dan, ramkachalarga so'zida ga qo'shimchalari quyidagi ko'rinishda belgilanadi. Siz ham shunday chizib oldingizmi? To'g'ri qilgansiz. Tekshirishga ulgurgan bo'lsangiz, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 71-mashq. O'qing. Nuqtalar o'rniga so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalardan mosini qo'yib yozing. Ushbu hikoyamiz buloqcha haqida ekan. Biz hozir sizlar bilan xuddi shunga o'xshash topshiriqni bajardik. To'g'rimi? Demak, o'ylaymanki, ushbu topshiriqni bajarishda siz aslo qiynalmaysiz. Keling, hozir sizlarga ushbu matnni o'qib eshittirsam. Men oddiy mehnatsevar buloqchaman. Suvlarim, bog' dalalar eltaman. Dehqonlar yaxshi hosil olishlariga yordamlashaman. Tegirmon toshi aylantiraman. Shuning uchun odamlar hurmatiga sazovor bo'ldim. Ushbu hikoyamiz Turg'unboy G'oyipov qalamiga mansub ekan. Hozir o'qishim jarayonida siz so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni topishga va qo'yishga ham ulgurgansiz. To'g'rimi? Ana endi tekshirib olamiz. Men oddiy mehnatsevar buloqchaman. Suvlarimni dala bog'larga eltaman. Dehqonlarning yaxshi hosil olishlariga yordamlashaman. Tegirmon toshini aylantiraman. Shuning uchun odamlarning hurmatiga sazovor bo'ldim. Ana endi birinchi o'qigan hikoyam bilan ikkinchi marotaba so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni o'z o'rniga qo'yib o'qiganimdagi farqni sezdingiz, to'g'rimi? Yana bir bor iqror bo'ldikki, demak, so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarimiz nutqimizda juda ham zarur ekanligi va ulardan to'g'ri foydalanishimiz kerakligini ham bilib oldingiz. To'g'rimi? Juda ham yaxshi. Gapda so'zlarni bog'lovchi qo'shimchalar qaysi turkumdagi so'zlarga qo'shilgan? So'roqlar yordamida aniqlang. Demak, suvlarimni bog'larga, daraxtlarning
toshini odamlarning so'zlariga so'roq beramiz. Keling, ushbu so'zlarni alohida ajratib olsak. Suvlarimni. Ushbu so'zga savol beramiz. Nimani? Dala bog'larga. Qayerga? Dehqonlarning. Kimlarning? Toshini. Nimani? Odamlarning. Kimlarning? Savollarga e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu savollarimiz qaysi so'z turkumimizga oid? Qoidalarni bir eslab ko'ring-chi. Qaysi so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlarga nima, qayer, kim, kimlar, nimalar, qayerlar so'roqlarini berar edik? Barakalla. Demak, shaxs va narsaning nomini bildirgan so'zlarga biz kim, kimlar, nima, nimalar, qayer, qayerlar so'rog'ini beramiz. To'g'rimi? Barakalla. Demak, ushbu so'zlarimiz nima ekan? Ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar. Juda ham yaxshi. Darsimizni davom ettiramiz. Ushbu mashqni daftarimizga ko'chirib olamiz. Yozishga ulgurgan bo'lsangiz, demak, darsimizga yakun yasaymiz va sizlarga darslikdagi 72-mashqni mustaqil topshiriq tarzida berib o'tsam. Demak, 72-mashqda topishmoqlarni o'qing, javobini toping, ko'chiring, bog'lovchi qo'shimchalarni olgan so'zlarni aniqlang, asos va qo'shimchalarni tegishlicha belgilang. Quyidagicha topishmoq berilgan. Olamda-yu odamda bitta, odoblida ikkita. Demak, siz topishmoqni javobini topishingiz uchun sizga katakchalar ham berilgan. Demak, ushbu topishmoqni javobini zukko o'quvchilarimiz allaqachon topishga ulgurishdi. Ikkinchi topishmog'imiz esa chiziladi ko'kda qalamsiz, har xil bo'yoq rassomsiz. Demak, ushbu topishmoqning javobini ham topdingiz. To'g'rimi? Barakalla. Ana endi sizning vazifangiz ushbu topishmoqlarni husnixat asosida daftaringizga ko'chirib olasiz, javoblarni yozib va ushbu topishmoq matnida ishtirok etgan so'z yasovchi va so'zlarni o'zaro bog'lovchi qo'shimchalarni aniqlab, tegishlicha chizishingiz kerak. Topshiriq tushunarlimi? Barakalla. Demak, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi dars orqali ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. EduMarket onlayn olimpiada, Xalq ta'lim vazirligi, Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi, Alo Finance hamda GameZell hamkorligida EduMarket interaktiv virtual ta'lim dasturining onlayn olimpiadasini o'tkazishni e'lon qiladi. Olimpiada 6-iyul kuni maktab o'quvchilari orasida start olib, 4 hafta davomida Android va iOS platformalari foydalanuvchilari orasida bo'lib o'tadi. Olimpiadada ishtirok eting va ilovada turli vazifalarni bajaring. Bir qator qimmatbaho sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Har bir hafta yakuni bo'yicha birinchi o'rinni egallagan g'oliblarga planshet, sertifikat va boshqa esdalik sovg'alar taqdim etiladi. Olimpiadada ishtirok etish uchun quyidagilarni bajaring. Play Market yoki App Store orqali EduMarket ilovasini yuklab oling. Ilovaga kirib, qahramoningizni tanlang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting va ishtirok etishni boshlang. Eslatib o'tamiz, olimpiadada faqatgina ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilargina qatnasha oladilar. G'oliblar onlayn tarzda e'lon qilinadi. Ro'yxatdan o'tayotganingizda aloqa uchun telefon raqamingizni kiritishni unutmang. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar. Bugungi matematika darsiga tayyormisiz? Juda ham yaxshi. Unda darsimizni boshlaymiz. Ekranga diqqatingizni qarating. Bugungi mavzuyimizning nomi miqdorlarni qo'shish va ayirish. Darsligimizni 49-50-betlari. Bolajonlar, har doimgidek darsimizning boshida biz siz bilan mustaqil topshiriqni tekshirib olamiz. Sizga mustaqil topshiriq sifatida 6-misol va 7-topshiriq berilgan edi. Bolajonlar,
men aminmanki, siz ushbu misollarni va topshiriqlarni to'g'ri bajarib, allaqachon ustozlaringizga ham jo'natib, baholatib oldingiz, to'g'rimi? Juda ham yaxshi bolajonlar. Keling birgalikda yana bir bora tekshirib olamiz. 6-misolda yechishni ustun shaklida yozib, amallarni bajarish berilgan edi. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, bu ifodalarimizda uzunlik o'lchov birliklari qatnashgan. Demak, siz yanglishmasdan ularni ustun shaklida yozgan bo'lishingiz kerak edi. Diqqat qiling. Birinchi ifodani qiymati, ya'ni qo'shiluvchilarning yig'indisini topish kerak edi. Birinchi qo'shiluvchimiz 5 km 635 metrga 9 km 38 metrni qo'shishimiz kerak edi. Yig'indi esa 14 km 673 metrga teng bo'ldi. Sizda ham shu ifodani qiymati chiqdimi? Juda ham yaxshi. Ikkinchisi, ayirmani topish. Kamayuvchimiz 75 metr 96 santimetrga teng. Ayriluvchi esa 14 metr 32 santimetrga teng. Ayirma 60 metr 74 santimetr ekan. Keyingi misolingizni solishtirishingiz mumkin. Demak, bu yerda og'irlik o'lchov birliklari ishtirok etgan. Va oxirgisi ham og'irlik o'lchov birligi kilogramlarda berilgan. Demak, 5 kg 68 grammdan ayirishingiz kerak 4 kg 524 grammni. Ayirma 544 grammga teng bo'ldi. Demak, bolajonlar, sizda ham ifodaning qiymati mana shunday chiqqan bo'lsa, demak, siz misollarni to'g'ri bajargansiz. 7-misolga diqqatingizni qarating. Bu yerda harfiy ifodalar berilgan ekan. Demak, berilgan A, B ifodalarni o'rniga quyidagi sonlarni qo'yib, ularni ham yig'indisi va ayirmasini topishingiz kerak edi. Siz ham shu usulda bajardingizmi? Barakalla. Tekshirib olishingiz mumkin. Bolajonlar, ana endi darsligimiz bilan ishlashni boshlaymiz. Darslikda berilgan birinchi masalaga diqqatingizni qarating. 8 ta qo'g'irchoq uchun 40 ming so'm to'landi. 3 ta shunday qo'g'irchoq qancha turadi? Diqqat qiling o'quvchilar. Rasmda 8 ta qo'g'irchoq berilgan ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, 8 ta 40 ming so'm, 3 ta so'zlari, asosiy so'zlar bizga nima uchun kerak bo'lardi? To'ppa-to'g'ri, masalaning qisqa shartini tuzish uchun. Demak, biz ana shu asosiy so'zlar ishtirokida, raqamlar ishtirokida masalani qisqa shartini tuzib olar ekanmiz. Demak, 8 ta qo'g'irchoq uchun 40 ming so'm to'langan bo'lsa, biz birinchi bo'lib nima ish qilamiz bolajonlar? Topdingiz-a? Juda ham yaxshi, barakalla. Demak, biz bitta qo'g'irchoqni narxini topib olishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, 8 ta qo'g'irchoq 40 ming so'm, 3 ta qo'g'irchoq necha so'm turadi? Men o'ylaymanki, ba'zi bir topqir o'quvchilar allaqachon og'zaki ravishda masalani javobini topib bo'lishdi, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Keling endi yechishni bajaramiz. Demak, 8 ta qo'g'irchoq 40 ming so'm bo'lsa, bitta qo'g'irchoqning narxi nechiga teng? Demak, 40 mingni bo'ldik 8 taga. Demak, bitta qo'g'irchoqning narxi qancha ekan? 5 ming so'm ekan. Ana endi bolajonlar, bizga bitta qo'g'irchoqning narxi ma'lum, to'g'rimi? 3 ta qo'g'irchoqning narxini topish uchun qaysi amaldan foydalanamiz? Barakalla, ko'paytirish amalidan. 5 ming ko'paytirilgan 3 ga, ya'ni ularning ko'paytmasi 15 ming so'mga teng ekan. Demak, 3 ta qo'g'irchoqning narxi 15 ming so'm ekan. Javobni ham 3 ta qo'g'irchoq 15 ming so'm turadi. Aziz o'quvchilar, masalani daftaringizga yozib olishingiz mumkin. Bolajonlar, masalani yozib bo'ldingizmi? Juda ham yaxshi. Ana endi darsligimizdagi ikkinchi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Ikkinchi topshiriqda
Yaxshilab diqqat qiling. Bo'sh katakchalar berilgan, demak, tushirib qoldirilgan sonlarni kataklarga qo'ying va o'qing. E'tibor bergan bo'lsangiz, bolajonlar, bu topshirig'imizda ham uzunlik o'lchov birliklari qatnashyapti. Demak, siz buning uchun metr, santimetr, detsimetr, kilometr kabi uzunlik o'lchov birliklari haqidagi ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi, bolajonlar? Qani keling, birgalikda ushbu topshiriqni bajaramiz. Demak, 5 metr necha millimetr ekan? Barakalla. To'g'ri topdingiz, 5000 millimetr ekan. 5 metr necha santimetr? Bolajonlar, esga oling. 1 metrda necha santimetr bor edi? To'ppa-to'g'ri 100 santimetr. Demak, 5 metr esa 500 santimetrga teng ekan. 5 metr necha detsimetr? Juda ham yaxshi. To'g'ri topdingiz, 50 detsimetr. Qolgan topshiriqlarni ham bolajonlar xuddi shu tarzda davom ettirib qo'yishingiz kerak. Demak, 2000 santimetr 20 metrga teng ekan. 4 metr 3 detsimetr 43 detsimetrga teng. 4 metr 3 santimetr 403 santimetrga teng. 4 metr 30 millimetr 4030 millimetrga teng ekan. Va eng oxirgisi 37000 metr necha kilometr bolajonlar? Topdingizmi? Barakalla. 37 kilometrga teng ekan. Bolajonlar, ushbu topshiriqni daftaringizga yozib olishingiz kerak. Agarda ulgurmagan bo'lsangiz, davomini darsdan so'ng ham yozib olishingiz mumkin. Chunki bu topshiriqlar darsligingizda ham berilgan bolajonlar. Navbatdagi 3-topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Aziz bolajonlar, bu topshirig'imiz og'zaki bajariladi. Bu yerda faqat ushbu berilgan chizma rasm asosida suhbatlashamiz, og'zaki bajaramiz. Diqqat qiling. Ushbu shakllardagi umumiylikni ko'rsating. Bolajonlar, biz avval 4 ta shakl berilgan, 4 ta raqam bilan ana shu 4 ta shakldagi umumiylikni toping. Topdingiz-a? Juda ham yaxshi. Qani keling, birgalikda solishtirib tekshirib ko'ramiz. E'tibor bering bolajonlar, birinchi shaklda nechta katakcha, ya'ni nechta kvadratcha bor ekan? Barakalla, 4 ta. Ikkinchi shaklga diqqatingizni qarating. Unda ham 1, 2, 3, 4 ta kvadratcha bor ekan. Ana endi uchinchisiga diqqatingizni qarating. Unda kvadratlar soni nechta ekan? Barakalla, 3 ta ekan. Va 4-chi shaklimiz, unda ham 4 ta kvadrat, 3 tasi yaxlit butun kvadrat va 4-chisi esa 2 ta yarimtadan iborat. Ya'ni umumiysi uni ham soni 4 ta ekan. To'g'rimi? Ana endi 3-chi shaklni qolgan shakllardan qanday farqi bor? Topdingiz-a? Juda ham yaxshi bolajonlar. Demak, 1-chi, 2-chi, 4-chi shaklimizda kvadratlar soni nechta ekan? Juda ham yaxshi, 4 ta, to'g'ri aytdingiz. Lekin 3-chi shaklimizning farqi shu ekanki, unda kvadratlar shakli to'ppa-to'g'ri. Topdingiz, demak 3 ta ekan. Mana bolajonlar, biz 3-chi topshiriqni og'zaki ravishda bajarib oldik. Darsligimizdagi 4-masalaga diqqatingizni qarating. Bolajonlar, rasmga e'tibor beringchi. Masala nima haqida ekan? Keling, shartini birgalashib o'qiymiz. Yo'l qurilishiga birinchi kun 620 tonna, ikkinchi kun birinchi kundagidan 197 tonna kam, uchinchi kun ikkinchi kundagidan 86 tonna kam qum keltirildi. Uchinchi kun necha tonna qum keltirilgan? Demak, biz bilib oldik. Masalani shartidan masalamiz qum haqida, ya'ni qurilish ashyosi haqida ekan, to'g'rimi? Demak, qurilishda qumsiz ish qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Asosiy qurilish ashyolaridan biri ekan. Demak, biz bilgan ushbu qurilishga 3 kun davomida qum keltirilgan.
kelinglar endi ana shu ajratib ko'rsatilgan so'zlar ishtirokida masalani qisqa shartini topishimiz kerak. Demak, bizdan so'ralishicha, birinchi kunga olib kelingan qum miqdori ma'lum. Qancha ekan? 620 tonna. Ikkinchi kun esa birinchi kundagidan 197 tonna kam, ya'ni noma'lum. Birinchi kundagidan kam keltirilibdi. Uchinchi kun esa ikkinchi kundagidan 86 tonna kam ekan. Demak, uchinchi kun ham qancha qum keltirilgani noma'lum ekan. Bizning vazifamiz ana shu ikkinchi va uchinchi kunda keltirilgan qumlar miqdorini topishimiz kerak ekan. Buning uchun har doimgidek qisqa shartni tuzib olamiz. Diqqat qiling bolajonlar. Birinchi kun 620 tonna, ikkinchi kuni noma'lum qancha keltirilgani, lekin birinchi kundagidan 197 tonna kam. Bolajonlar, biz kam so'zini ishlatganda qaysi amaldan foydalanardik? Barakalla, juda ham yaxshi, biz ayirar edik. Demak, birinchi kundagi 620 tonna qumdan 197 tonna kamni ayirsak, ikkinchi kuni necha tonna qum keltirilganini bilib olamiz. Uchinchi kun ham noma'lum, lekin ikkinchi kundagidan 86 tonna kam keltirilibdi. Demak, ikkinchi amalimiz ham qanday amal ekan bolajonlar? Barakalla, ayirish amali ekan. Chunki kam so'zi qatnashyapti. Ana endi masalani yechishini bajaramiz. Bolajonlar, yozib borishga ulguryapsizmi? Juda ham yaxshi. Ba'zilaringiz albatta masalan javobini ham topib bo'ldingiz, to'g'rimi? Juda ham yaxshi. Demak, bizga birinchi kun ma'lum. Ikkinchi kun 620 tonnadan 197 tonna kamni ayirgan edik. Ikkinchi kungi qumning og'irligi, ya'ni 423 tonna keltirilibdi. Ana endi uchinchi kunni topish uchun ikkinchi kundan mana bu 86 tonna kamni ayiramiz. Ayirma 337 tonnaga teng ekan. Demak, biz mana shu yo'l orqali ikkinchi va uchinchi kuni qurilishga necha tonna qum keltirilganini topib oldik. Javob: uchinchi kun 337 tonna qum keltirildi. Ya'ni qurilishga qum keltirildi. Masalani yozib olishingiz mumkin. Yozib bo'ldingizmi? Juda ham yaxshi. Bolajonlar, darsimiz so'ngida sizlarga qiziqarli bosh qotirma tayyorlab kelganman. Diqqat qiling. Ekranimiz markazida doira berilgan. Ya'ni doirachalar berilgan va markazda 4 soni qo'yilgan. Diqqat qiling. Bo'sh doirachalarga, ya'ni mana bu bo'sh doirachalarga 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlarni shunday joylashtiringki, har qaysi tizimdagi sonlarning yig'indisi 12 ga teng bo'lsin. Topshiriq tushunarli bo'ldimi? Demak, har bir tizimga shunday sonlarni qo'yganimizda u sonlar takrorlanishi kerak emas. Demak, bolajonlar, sizga o'ylash uchun 10 soniya vaqt beraman. Bolajonlar, siz bosh qotirmani allaqachon yechib bo'ldingiz, to'g'rimi? Qani keling, birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, birinchi tizim 7, 1. Ularning yig'indisi nechiga teng? 8 ga. 8 ga 4 ni qo'shsak 12. Ana endi ikkinchi tizimga o'tamiz. 2 va 6 ni yig'indisi. Bu ham 8. Unga 4 ni qo'shsak, u ham 12. Sizda ham shunday javob chiqdimi? Juda ham yaxshi. Va uchinchisi 3 bilan 5 ni yig'indisi 8. Yana 8 ga 4 ni qo'shsak 12 ga teng. Demak, ana shu bosh qotirmaning javobi edi. Aziz bolajonlar, darslikdagi
5 va 6 topshiriqlar mustaqil bajarish uchun sizga topshiriq. Diqqat qiling. Ushbu topshiriqda quyidagi berilgan sonlarni minutlarda ifodalashingiz kerak. Ikkinchi qatordagi sonlarni esa sekundlarda ifodalashingiz kerak. Demak, siz bu topshiriqni bajarish uchun vaqt birliklarini juda ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lishingiz kerak. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisi esa demak, 6-ifodani qiymatini ham topishingiz kerak bo'ladi. Aziz bolajonlar, shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi darsda uchrashguncha xayr. С добрым утром! Начат день. Первым делом гоним лень. На уроках не скучать, а работать и читать. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я рада вас приветствовать на уроке русского языка в 4 классе. Тема сегодняшнего урока – транспорт. Слова, которые отвечают на вопрос «откуда» и «куда». А урок начнем с проверки домашнего задания. Легенда о библиотеке Улугбека. Нам нужно было ответить на вопросы по тексту. Первый вопрос. Кто из разных стран привозил книгу в библиотеку Улугбека? Как вы ответили на этот вопрос? Амир Тимур. Правильно. Амир Тимур привозил книги в библиотеку Улугбека из разных стран. Следующий вопрос. Кем работал Улугбек в своей библиотеке? Как же вы ответили на этот вопрос? Библиотекарем. Правильно. Улугбек в своей библиотеке работал библиотекарем. Третий вопрос. Известно ли, какие книги были собраны в библиотеке? Нам неизвестно, какие книги были собраны в этой библиотеке. И последний вопрос. Что стало с библиотекой после гибели Улугбека? К сожалению, ребята, библиотека пропала. А сейчас, ребята, мы с вами выполним словарную работу. Обратите внимание, какие слова нам встретятся по теме транспорт. Автомобиль. Автомобиль – это самоходная машина с двигателем для перевозки пассажиров. Троллейбус. Троллейбус – это вид городского транспорта, который двигается с помощью электричества. Автобус. Автобус – это многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. Запишите, ребята, эти слова в словарную тетрадь. А сейчас, ребята, мы с вами выполним следующее задание. В словах, которые вы видите на экране, нужно будет дописать окончание множественного числа существительных. Машинист, инженер, агроном, повар, учитель, директор, библиотекарь, путешественник, доктор, пассажир. Что же у нас получилось, ребята? Машинисты, инженеры, агрономы, повара, учителя, директора, библиотекари, путешественники, доктора, пассажиры. Молодцы! Вы правильно выполнили это задание. Приступаем к следующему заданию. Поставьте на месте пропуска вопрос, который можно задать от одного слова к другому в словосочетании. Давайте теперь проверим, ребята. Беречь от чего? От огня. Приехать куда? На озеро. Писать как? Аккуратно. День какой? Ясный. Воробей какой? Смелый. Выехать откуда? Из города. Обратите, ребята, внимание на последнее выражение. Выехать откуда? Из города. Тема сегодняшнего урока, ребята, слова, которые отвечают на вопрос «откуда?», «куда?». Чтобы ответить на эти вопросы, ребята, мы используем слова с предлогами «из»,
со, в, на. Кто? Я. Я что делаю? Иду. Я иду откуда? Из дома. Я иду куда? Домой. Кто мы? Мы что делаем? Идем. Идем откуда? Из театра. Или куда? В театр. Кто ты? Ты что делаешь? Идешь. Идешь откуда? Из школы. Идешь куда? В школу. Вы. Кто? Вы. Вы что делаете? Идете. Идете откуда? Из цирка. Идете куда? В цирк. Кто? Он или она? Что делает? Идет. Она идет откуда? Из метро. Идет куда? В метро. Кто? Они. Они что делают? Идут. Идут откуда? Со стадиона. Идут куда? На стадион. Обратите внимание, ребята, на окончание этих слов и запомните эти окончания. А сейчас, ребята, рассмотрите рисунки и скажите, кто и откуда выходит, куда идет. Смотрим внимательно на рисунки. Посмотрите внимательно, ребята, на рисунок. Что вы видите? Поезд Афросиаб прибыл из Самарканда. Из вагона выходит турист. Он возвращается из путешествия. Прибыл что? Поезд. Выходит кто? Турист. Возвращается кто? Он. То есть поезд. Прибыл откуда? Из Самарканда. Выходит откуда? Из вагона. Возвращается откуда? Из путешествия. Молодцы. Обратите внимание, ребята, на следующий рисунок. Самолет прибыл из Москвы. Из самолета выходит Наргиза Надыровна. Она возвращается из командировки. Прибыл что? Прибыл самолет. Выходит кто? Выходит Наргиза Надыровна. Возвращается кто? Возвращается она. Прибыл откуда? Из Москвы. Выходит откуда? Из самолета. Возвращается откуда? Из командировки. Молодцы. Следующий рисунок, ребята. Автомобиль приехал из Ангрена. Из машины выходит дедушка. Он возвращается домой к внукам. Приехал что? Автомобиль. Выходит кто? Дедушка. Возвращается кто? Он. Приехал откуда? Из Ангрена. Выходит откуда? Из машины. Возвращается куда? Домой. Молодцы, ребята. А сейчас, ребята, мы с вами прочитаем текст. К выделенным в тексте словам зададим вопрос и запишем в тетрадь вопросы и ответы на них. Ребята вышли из класса и пошли домой. Севара и Гули вышли из кинотеатра. Дедушка вышел из метро и зашел в магазин. Анвар вышел из больницы и отправился в аптеку. Мальчик выбежал из дома с мячом в руках. Шофер вышел из машины
и открыл капот. Мама вышла из автобуса и пошла в театр. А сейчас, ребята, вы вместе со мной прочитаем текст. К выделенным словам зададим вопрос. В тетрадь запишем вопросы и ответы на них. Читаем вместе со мной, ребята. Ребята вышли из класса и пошли домой. Севара и Гули вышли из кинотеатра. Дедушка вышел из метро и зашел в магазин. Анвар вышел из больницы и отправился в аптеку. Мальчик выбежал из дома с мячом в руках. Шофер вышел из машины и открыл капот. Мама вышла из автобуса и пошла в театр. Посмотрите, ребята, внимательно на выделенные слова и скажите, какие вопросы мы можем задать к выделенным словам. Откуда? Из класса. Откуда? Из кинотеатра. Откуда? Из метро. Куда? В магазин. Откуда? Из больницы. Куда? В аптеку. Откуда? Из дома. Откуда? Из машины. Откуда? Из автобуса. Куда? В театр. Молодцы! Вы правильно подобрали вопросы к выделенным словам. Сейчас запишем в тетрадь вопросы и ответы на эти вопросы. Образец. Откуда вышли ребята? Ребята вышли из класса. Записываем и проверяем, ребята. Откуда вышли Севара и Гули? Севара и Гули вышли из кинотеатра. Молодцы! Откуда вышел дедушка? Дедушка вышел из больницы. Куда отправился дедушка? Дедушка отправился в аптеку. Откуда выбежал мальчик? Мальчик выбежал из дома. Откуда вышел шофер? Шофер вышел из машины. Откуда вышла мама? Мама вышла из автобуса. Куда пошла мама? Мама пошла в театр. Молодцы, ребята! А сейчас мы с вами немножко отдохнем и выполним физминутку. Посмотрите на картинки и назовите изображенные виды транспорта. Самолет. Правильно. Поезд. Молодцы. Автомобиль. Отлично. Вертолет. Молодцы. Вы правильно назвали виды транспорта. А какие еще виды транспорта, ребята, вы знаете? На этот вопрос, ребята, мы с вами ответим и заполним таблицу после просмотра мультфильма. Приступаем к следующему заданию. Прочитайте текст. Выпишите предложение со словами, отвечающими на вопрос «Откуда? Куда?». Matnni o'qiymiz. Qayerdan, qayerga savollariga javob berilgan so'zlarni yozamiz. Читаем текст вместе со мной. Matnni birgalikda o'qiymiz. На каникулах мы с мамой ездили в Самарканд к тете. Из дома до вокзала мы добрались на автобусе. На вокзале сели на скоростной поезд. Этот поезд называется Афросиаб. Он едет очень быстро. В нем созданы очень хорошие условия для каждого пассажира. В Самарканде нам было очень весело. Матан чунарлима? А теперь выписываем предложение, которое отвечает на вопросы «Откуда? Куда?». Правильно. На каникулах мы с мамой ездили в Самарканд к тете. Ездили куда? Ездили в Самарканд. Из дома до вокзала мы добрались на автобусе.
Правильно, ребята. Откуда? Из дома. Куда? До вокзала. Молодцы! Вы правильно выполнили это задание. Домашним заданием, ребята, страница 41, упражнение 5. На этом, ребята, наш урок окончен. Спасибо за внимание и за активное участие. До новых встреч! Wash, washy, wash, washy, wash, wash your hands. Scrub 'em while you sing the song. Wash, washy, wash, washy, wash, wash. Rub your hands and fingers and the places in between. Using soap and water makes your hands so clean. Wash your hands. Great job, you're almost done. 5, 4, 3, 2, 1, now dry. Wash your hands for 20 seconds, just like Elmo.